Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Navbatdagi obyektimiz Andijon tumanida Zillinosda Shuhrat akamiz uyida issiqlik tizimlarini o'rnatib beryapmiz. Ko'p turganlar bu xonadonning eski qismi, bu tomonida sistemalar bo'lgan, boshqa kotl turibdi. Biz yangi tomoniga tizimlarni beryapmiz. Bu xonadonning общий umumiy yashash maydoni 160 kvadrat chiqyapti. Umumiy hisobda 9 ta jami materiallar qo'yilyapti. Hozir qanaqa ishlar olib borilayotganini ko'rsatamiz. Bu xonadonimizda bajarayotgan ishlarimiz ko'pchilikga qiziq bo'lgan savol. Bu xonadonda eski отопление sistemasi bo'lgan. Bu akamiz bizga murojaat qilganda kelib materiallarni ko'rdik. Akamizga haligi rasxodni ko'paytirmaslik maqsadida eski sistemalarni tekshirdik, utechkalarni yo'q, materiallarni ichlarini bir qator tozaladik. Bu xonada mana eski uchgunli og'ir batareyalardan turibdi. Ko'rib turishingiz mumkin, mana 3 ta batareya. Bu yerga mana yangi sistema ulab, zamonaviy plastik turbalardan panelli batareyalardan o'rnatganmiz. Bu xonamizda 3 ta batareya, bu 62 metrlik panelli batareyamiz. Bu xonadonimizda mana eski sistemasiga moslashtirganmiz. Leningrad, ya'ni однотрубный sistema. Bir tomondan kelib qaytadi. Nasos orqali aylanadigan sistema. Bu xonamizda bitta mana shu koridorga katta yangi batareya o'rnatganmiz. Qolgan xonalarda barchasida eski o'zini batareyalarini qoldirganmiz. Oshxonasini ko'rsatamiz. Bu yerda montaj ishlari ketyapti. Yangi batareyalar o'rnatyapmiz. Bu xonadan keyingi o'rta zaldan keyingi xonamiz. Bu yerda ham mana uchgunli eski batareyasi montaj ishlari davom etyapti. Shundan keyin oshxonasiga chiqamiz. Bu yerda yangi batareyalar qo'yilyapti. Bu oshxonani ko'rsatamiz. Keyingi xonamiz bu o'rta kichkina parovoshka koridorimiz. Bu ham oshxona. Oshxonada mana ikkita panelli batareya o'rnatyapti. Koridorda bitta. Keyin koridorning ichkari sanuzelda 2 kvadrat joyda to'q-to'pol qilinadi. Bu xonadonimiz egalari mana Shuhrat aka bizni kotllarimizni internetdan ko'rib qiziqib showroomimizga keldi. Kvadratlarini, xonalarini o'lchab, hisob-kitob qilib, biz mana shu optima 22 kotlni tavsiya berdik. Kotlimiz haqida qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsak, kotlimiz bu to'liq komplekt ko'rinishi bo'ladi. Bu moslama regulyator deyiladi. Shiberi, datchik temperaturasi, instruksiya kitobi, bu yerda mana pechatlari bosilgan, ishlab chiqaruvchi tomonidan 4 yil kafolatga ega hamda qo'shimcha moslamalar. Kotlimiz o'tin, ko'mir, gaz, elektr har qanday yoqilg'iga yoqiladigan kotl hisoblanadi. Asosan bu ko'mirga moslashgan. Bu kotlimiz ko'mirda 30 kilo, bitta zapravkasiga 30 kilo ko'mir bilan 10 soatdan